Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'-omonmisiz? Bizam sizlarga biznes haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni berib boryapmiz. Bu biznesimiz hech qachon yosh tanlamaydi, millat tanlamaydi. Sizda ma'lumotingiz oliymi, yo'qmi, umuman buni farqi yo'q. Bu yerga hamma biznesmen bo'lib, pul topish imkoniyatiga ega degan ko'p mana shu ma'lumotlarni berib borganmiz. Mana hozir bizani qirg'izistonlik opaxonimiz ham adashmasam 60 yoshdalar. Mana bu biznesga biz bilan o'sha biznesni yaqinda qurib, bugun mana mahsulotlarni olib kelyaptilar. Yana birinchi oyliklarini o'sha bugun olib, xursand bo'lib, biznesda shahdam qadamlar bilan boshlab olib ketish niyatidalar. Hozir mana o'zlari haqida biroz ma'lumot beradilar. Mana hozir pullarni yechib olib, oyliklarni olib, produktlarni olib, rosa xursandsiz. Azizlar, mana bu quvonchlari bilan siz bilan bo'lishmoqchilar. Saropa, qanday kelib qoldingiz bu kompaniyaga? Keyingi planlaringiz qanaqa bo'lyapti? Bizani ko'rib, kuzatib turganlar, ularga nima demoqchisiz? Assalomu alaykum. Men ham shu ko'pchilik qatori shu kompaniyaga qiziqib, eshitib yurardim. Shu kompaniyaga kelib, o'zim produksiyalarini eshitib, eko produksiyalar, original produksiyalar ko'rib, nima qilib yurardim, kuzatib borar edim. Shu kompaniyaga kelib, mana shu produksiyalarini mana ko'rib, o'zim sotib olib, kачестволарini ko'rib, yaxshi eko produksiyaligi uchun qiziqib sotib ola boshladim. Keyin shu kompaniyaga a'zo bo'ldim. Shu kompaniyada ishlayotgan yoshlar, meni yoshimdagilar, meni katta yoshimdagilar ham bor ekan ko'pchilik. Shu qiziqish uyg'onib, shu produksiyaga keldim, a'zo bo'ldim. A'zo bo'lganimdan beri yana ham qiziqishim kattaydi. Dekabr oyida a'zo bo'ldim. Shu dekabr oyidan keyin обученияларga keldim. O'zim quloqim bilan eshitib, ko'zim bilan ko'rib, shu nastavniklarni, menejerlarni ko'rib, yana ham qiziqishim oshdi. Mana xudo xolasa 1 oy bo'ldi. Mana birinchi oyligimni уже oldim. Shu Sayyoraxonga rahmat. Ko'p narsalarni o'rgatib, ko'rsatib, ko'zim bilan ko'rib, o'zim iqror bo'lganim uchun hech ham afsus qilmayapman hozir shu kompaniyaga qo'shilganimga. Xudo xolasa yana shu kompaniyaga qo'shilib, yana ham balandroq statuslarga ega bo'lib, yana davom ettirishimni, shu biznesda o'zim uchun biznes ochishimga harakat qilib, xudo xolasa o'sha kunga